Assalomu alaykum, hurmatli bobojonlar, momojonlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, muhtaram yurtdoshlar. Bugun biz sizning suv hisoblagichlaringiz bilan bog'liq eng dolzarb va achchiq muammo, suv ta'minotning yangi buyrug'i va uning ortidan kelayotgan katta qarzlar haqida batafsil gaplashamiz. Aynan hozirgi videoda sizga suv hisoblagichlari bilan bog'liq so'nggi yangiliklar, hukumatning g'alati qarorlari, eng muhimi esa sud ijrochilarining uyingizga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerakligi haqida to'liq va aniq ma'lumot beraman. Diqqat! Ertaga sizning uyingizga sud ijrochilari kelishi mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki shafqatsiz haqiqatga aylanib borayotgan tahdid. Suv ta'minot aj degan bir tashkilot, go'yoki oddiygina bir buyruq bilan, ya'ni 57-raqamli buyruq bilan bizning barcha eski suv hisoblagichlarimizni to'satdan yaroqsiz deb e'lon qildi. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, siz o'zingizning halol mehnatingiz bilan yiggan 400 ming so'm pulga yangi elektron hisoblagich o'rnatmasangiz, oy oxirigacha sizga birdaniga butun bir yil uchun maksimal tarifda qarz yozib qo'yiladi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu kamida 3 million so'm qarz degani. 3 million so'm. Bu degani sizning ertaga uyingizga sud ijrochilari kelib, sizning televizoringizni, ehtimol, yagona ko'ngilochar vositangizni xatlab ketishga tayyor turishadi. Bu adolatdanmi? Bu insofdanmi? Bu oqsoqollarimizga bo'lgan hurmatdanmi? Men fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun qasam ichgan bir huquqshunos sifatida bu ahvolga shunchaki jim qarab tura olmayman. Sizning har biringiz, aziz bobojonlar, momojonlar, bu mamlakatning tirgagi edingiz. Siz shu yurtning gishtini terdingiz, paxtasini terdingiz, zavodlarda mehnat qildingiz, maktablarda ilm berdingiz, shifoxonalarda davoladingiz. Sizning har biringizning peshona teringiz, halol mehnatingiz bilan bu vatan gul yashnadi, farovonlikka erishdi. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning sharafli mehnatingiz uchun davlat tomonidan kafolatlangan haq-huquqingiz. Bu sizning umringizni sarflab, oilangizni boqib, farzandlaringizni voyaga yetkazib, shu davlatning kelajagiga qo'shgan hissangiz uchun minnatdorlik belgisi bo'lishi kerak emasmi? Endi esa sizdan oxirgi topgan tutganingizni, yashash uchun qolgan 3-4 million so'm pulingizni, hattoki qonunan tegishli bo'lmagan qarzlar orqali tortib olmoqchimi? Bu qanday adolatsizlik? Bu qanday shafqatsizlik? Qariyalarimizning duosini olib yashaylik deymiz-u, lekin mana bunday ishlar bilan ularning ko'nglini qoraytirishga, qaddini kaytirib qo'yishga urinayotganimiz qanday bo'ladi? Hurmatli bobojonlar, momojonlar. Aytingchi, siz umringiz davomida necha yil mehnat qildingiz? Qanday qiyinchiliklarni ko'rdingiz? Urushdan keyingi og'ir yillarda mamlakatimizni tiklash davrida qanday mashaqqatli kunlarni boshdan kechirdingiz? Yoki mustaqillik yillarida iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tinimsiz mehnat qildingizmi? Siz o'sha paytlarda kelajakda shunday vaziyatga tushib qolishingizni tasavvur qilganmisiz? Shu sharofatli mehnatlaringiz evaziga hozirgi yoshingizda shunday adolatsizlikka ro'baro bo'lish sizga og'ir botmaydimi? Ko'nglingizdan nimalar o'tmoqda? Iltimos, ushbu video ostida kommentariyalarda o'z fikrlaringizni, hayotiy hikoyalaringizni yozib qoldiring. Qancha yil mehnat qilganingizni, qanday qiyinchiliklarni yengib o'tganingizni biz bilan o'rtoqlashing. Bu bizga sizning haqingizni himoya qilishda juda muhim dalil bo'ladi. Sizning ovozingizni butun mamlakat eshitish kerak. Va albatta, aziz tomoshabinlar, agar bizning kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini ham faollashtirib qo'ying. Zero, qonunlarimiz har kuni o'zgarib borayotgan bir paytda siz haqlaringizni bilishingiz, muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lishingiz juda zarur. Biz esa sizning manfaatlaringizni himoya qilishga va barcha dolzarb ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib yetkazishga harakat qilamiz. Sizning haqingizni himoya qilish uchun biz birgalikda kuchimiz. Xo'sh, avvallari qanday edi bu ishlar? Avvallari hisoblagichlarning davriy tekshiruv muddati degan tushuncha bor edi. Odatda suv hisoblagichlari ma'lum bir muddat, masalan, 4 yil yoki 6 yil ishlaydi. Keyin uni tekshirish kerak bo'ladi. Bu tekshiruvlar ko'pincha suv ta'minotning o'zi yoki u bilan shartnoma qilgan davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilar edi. Odamlar o'z vaqtida ogohlantirilardi. Tekshiruvga olib boriladigan hisoblagichlar ro'yxati tuzilardi. Ba'zida hatto yangi hisoblagich o'rnatish uchun imtiyozlar, yordamlar ham ko'rsatilar edi.
Eng asosiysi, bu jarayon shaffof edi, oldindan ma'lum edi va odamlarni sarosimaga solmas edi. Hech kim o'z uyida bexosdan paydo bo'lgan millionlab qarzlar bilan uyg'onmas edi. Bu xuddi bir yilda 2 marta suv ta'minotining o'zi odamlarning hisoblagichlarini ko'zdan kechirib, keyin agar nosoz bo'lsa, ularni ogohlantirib, o'zlari tekshirishga olib borishlari yoki yangisini o'rnatishga yordam berishlari kerak bo'lganidek edi. Davlatning vazifasi aholiga xizmat ko'rsatish edi, ularning bo'yniga ortiqcha yuk tushirish emas. Bizning o'zimizning mahalla fondlarimiz bor edi, pensiya jamg'armamiz bor edi, ijtimoiy himoya tizimimiz bor edi. Bu tizimlar aynan mana shunday vaziyatlarda muhtojlarga yordam berishi kerak emasmi? Endi esa bugungi kunda qanday vaziyatga duch keldik? To'satdan hech qanday ogohlantirishsiz, jamoatchilik muhokamasidan o'tkazmasdan bir buyruq bilan hamma narsa o'zgarib ketdi. Eski hisoblagichlar, hattoki tekshiruv muddati hali tugamaganlari ham yaroqsiz deb e'lon qilindi. Va eng dahshatligi, bu qaror o'tgan yilning boshidan, ya'ni 1 yil oldindan kuchga kirgan deb hisoblanmoqda. Bu degani siz butun 1 yil davomida bilmagan holda, o'zingizning to'g'ri ishlagan hisoblagichingiz bilan suvdan foydalangan bo'lsangiz ham, endi sizga maksimal tarifda qarz yoziladi. Axir qonunlar orqaga qarab ishlamasligi kerak-ku. Bu huquqiy davlatning asosiy tamoyillaridan biri emasmi? Qanday qilib bir tashkilot o'z buyrug'i bilan minglab, 100 minglab pensionerlarni ogohlantirmasdan ularning bo'yniga millionlab qarzlar yuklashi mumkin? Bu nafaqat qonunga, balki insoniylikka ham zid harakat. Bu qariyalarimizni, nogironlarimizni, yosh farzandli oilalarni, kambag'al qatlamni yanada og'ir ahvolga solib qo'yishdan boshqa narsa emas. Bu pensiya yoshida odamlarni tinch yashashdan mahrum qilish degani. Axir pensiya jamg'armasi pensiya to'lab, o'z vazifasini bajargandek bo'lib, keyin shu pullarni boshqa bir tashkilot shu qadar osonlik bilan tortib olsa, buning nima keragi bor? Davlatning maqsadi fuqarolarning hayotini yaxshilash emasmi? Ularning hayotini murakkablashtirishmi? Bu vaziyatda eng katta xavf ostida qaysi kategoriyadagi pensionerlar turibdi, bilasizmi? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan keksa yoshli bobo-momolarimiz. Ularning yonida huquqiy masalalarni tushunadigan, hujjatlarni tartibga solishga yordam beradigan yaqinlari bo'lmasligi mumkin. Ular ko'pincha televideniya yoki internetdan uzoq mahalla faollarining ogohlantirishlarini ham eshitmasligi mumkin. Ularga qo'ng'iroq qilib, sizning 3 million so'm qarzingiz bor, yangi hisoblagich o'rnatmasangiz, mulkingizni xatlaymiz, deyilsa, ular qo'rqib, bor butlarni sotib bo'lsa ham to'lashga intilishadi. Ikkinchidan, nogironligi bor, to'shakka mixlanib qolgan insonlar. Ular hisoblagichni tekshirishga, yangisini o'rnatishga jismonan qodir emaslar. Ularning ahvoli yanada og'ir. Uchinchidan, kam ta'minlangan oilalardagi pensionerlar. Ularning har bir so'mi hisobli, kundalik ehtiyojlariga ham zo'rga yetkazib turishadi. 400 ming so'm yangi hisoblagichga 3 million so'm qarzni to'lash ularga qanday zarba bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Va nihoyat, axborotdan uzoq bo'lgan, huquqiy savodxonligi past bo'lgan barcha keksa avlod vakillari xavf ostida. Ularni aldayotganlar uchun eng oson nishon ular. Mana eshiting, men sizga bir qancha hayotiy misollar keltiraman. Misol uchun, bizning mahalla guzarda yashaydigan Maryam momo. U 90 yoshdan oshgan, turmush o'rtog'i ham, farzandlari ham olamdan o'tgan. Bir o'zi yashaydi. Pensiyasi zo'rga dorilariga, non-choyga yetadi. Bir kuni eshigini taqillatib, usuv ta'minot, damiz deganlar kelib, unga bir qog'oz tutqazishibdi. Qog'ozda sizning suv uchun 3 million 500 ming so'm qarzingiz bor, chunki eski hisoblagichingiz yaroqsiz deb topildi, deb yozilgan ekan. Maryam momo shunday qo'rqib ketgan, juda ham ko'rmagan bunday qarzni. Uning yagona televizorini olib ketishmasin deb, bor yo'g'ini, hatto kichik nabirasining to'yi uchun yigib qo'ygan 400 ming so'mini ham olib, hisoblagichni almashtirgan va qarzni to'lashga va'da bergan. Axir momoga kim tushuntiradi bu qaror noqonuniy ekanligini? Yoki Xayrulla boboni olaylik. U 82 yoshda. Ikkinchi jahon urushining faxriysi, butun umri dalada paxta terish bilan o'tgan. U har doim halol bo'lgan, hech kimdan bir so'm ham qarz bo'lmagan. Endi esa uning yoshida o'zining faxriy guvohnomasi bilan faxrlanib yurgan bir paytda unga qarzdor degan tamga bosilmoqda. Uning ko'nglida qanday gashlik paydo bo'lganini tasavvur qila olasizmi? Bu nafaqat moddiy qiyinchilik, balki ruhiy zulm hamdir.
Bu holat shuni ko'rsatmoqdaki, davlat ba'zida o'z fuqarolarni himoya qilishdan ko'ra, ulardan pul undirishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ammo davlatning asosiy maqsadi nima bo'lishi kerak? Fuqarolarning tinchligi, farovonligi va xavfsizligi. Pensiya tizimimizning maqsadi ham aynan shundan iborat emasmi? Keksa avlodga munosib hayot kechirish imkoniyatini yaratish. Pensiya jamg'armasi shuning uchun tashkil etilgan. Ammo usuv ta'minot kabi monopol tashkilotlarning bunday harakatlari bu butun tizimning ruhiga zid kelmoqda. Ular keksalarga pensiya faqat tirikchilik uchun, uning ustiga yana to'lovlar ham bor degan ma'noni anglatayotgan yo'qmi? Bu pensiya yoshida nafaqa puliga qarab qolgan keksa insonlarga nisbatan adolatdanmi? Bizning jamiyatimizda keksalarga hurmat degan ulug' tushuncha bor-ku. Bobomiz, momomiz deb boshimizga ko'taramiz, duolarni olamiz deymiz. Lekin amalda nima bo'layotganini ko'rib turibmiz. Bu shunchaki suv uchun qarz emas, bu inson qadr-qimmatiga, uning hayotiy tajribasiga, mehnatiga bo'lgan hurmatsizlik. Pensiya jamg'armasi bu yerda nega jim turibdi? Ular keksa fuqarolarning himoyachisi bo'lishi kerak emasmi? Aziz yurtdoshlar, o'ylaymanki, sizlarning ham bu borada aytar so'zlaringiz ko'p. Sizning mahallangizda kimdir shunday muammoga duch keldikmi? Yaqinlaringiz orasida shu kabi vaziyatga tushganlar bormi? Ularning holati qanday? Qanday yo'l tutdi? Bu muammoni hal qilishda kimdir yordam berdimi? Yoki qanday qiyinchiliklarga duch keldi? Fikrlaringizni, tajribalaringizni ushbu videoning izohlarida biz bilan bo'lishing. Sizning hikoyalaringiz, tajribalaringiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Birgalikda biz ko'proq kuchga ega bo'lamiz va bu adolatsizlikka qarshi birga kurasha olamiz. Har biringizning ovozi biz uchun muhim. Xo'sh, endi eng muhimi, bu vaziyatdan qanday chiqib ketishimiz mumkin? Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi va eng muhim maslahat: vahimaga tushmang. Qo'rqmang. Sud ijrochilari kelishi mumkin degan gaplardan qo'rqib, bor budingizni sotib pul to'lashga shoshilmang. Ular sizning huquqlaringizni poymol qilishga haqli emaslar. Ikkinchi maslahat: hech qanday pul to'lashga shoshilmang. Agar sizga qarz yozishgan bo'lsa, uni to'lashga shoshilmang. Avvalo, vaziyatni o'rganib chiqing, maslahat oling. Uchinchi maslahat: hujjatlarni yig'ing. Sizning eski suv hisoblagichingiz qachon o'rnatilgan, qachon oxirgi marta tekshirilgan, avvalgi suv to'lov cheklaringiz, bularning hammasi muhim. Pensiya guvohnomangiz, pasportingiz nusxasi, bularni ham yoningizda saqlang. Har bir hujjat kelajakda sizning haqqingizni himoya qilish uchun kerak bo'ladi. To'rtinchi maslahat: rasmiy murojaatlar qiling. Bu juda muhim. Usuv ta'minot, ajga murojaat qiling. Ular sizga qanday qilib va qaysi qonun hujjatiga asosan qarz yozilganini, 57-raqamli buyruqning to'liq matnini, uning qayerda va qachon rasman e'lon qilinganini talab qiling. Eng asosiysi, ushbu buyruqning orqaga qarab ishlashining qonuniy asosini so'rang. Bu buyruqning O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotni ham so'rashga haqlisiz. Chunki Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tmagan hech bir hujjat yuridik kuchga ega emas. Murojaatingizni 2 nusxada tayyorlang, birini ularga topshirib, ikkinchisini kiruvchi raqami bilan o'zingizda qoldiring. Agar bormaydigan bo'lsangiz, xatni buyurtma xat shaklida, jo'natilgani haqidagi bildirishnoma bilan pochta orqali yuboring. Bu sizning rasmiy murojaatingizga ega ekanligingizni isbotlaydi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Siz pensioner sifatida ularning himoyasida turishingizni eslatib, bu muammo bo'yicha yordam so'rang. Ular sizning ijtimoiy himoyangizni ta'minlashga mas'ul. Mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Mahalla raisi, mahalla faollari bilan maslahatlashing. Balki sizning mahallangizda ham shunday muammoga duch kelganlar ko'pdir. Birgalikda murojaat qilish, muammoga jamoaviy yechim topish osonroq bo'ladi. Mahalla qo'mitasi yordamida yuzaga kelgan vaziyatni mahalladoshlar bilan muhokama qilib, jamoaviy shikoyat tayyorlash mumkin. Bu birdamlikni namoyish etish va kuchliroq ta'sir ko'rsatishning eng yaxshi yo'li. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga murojaat qiling. Aynan ular qonun hujjatlarining qonuniyligini nazorat qiladi. 57-raqamli buyruqning qonunga qanchalik mos kelishini tekshirishni so'rang. Xususan, orqaga qarab ishlovchi qonun normalari konstitutsiyaga zid ekanligini ta'kidlang. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qiling. Bu eng samarali yo'llardan biri bo'lishi mumkin.
Sizning murojaatingiz yuqori darajadagi e'tiborga olinishi mumkin. O'z holatingizni, hujjatlaringizni to'liq bayon qiling. Ombudsman, inson huquqlari bo'yicha vakilga murojaat qiling. Ular inson huquqlari himoyachisi sifatida sizga yordam berishlari shart. 5-maslahat. Agar sud ijrochilari eshigingizga kelishsa, ularga eshikni ochishdan oldin ularning barcha hujjatlarini, shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasini so'rang. Sizda qarz borligi to'g'risida sud qarori bormi, yo'qmi bilib oling. Agar sud qarori bo'lmasa, ular sizdan mulkni xatlashga yoki olib ketishga haqli emaslar. Sud qarorisiz hech qanday mulkingizni olib ketishga yo'l qo'ymang. Siz ularning harakatlarini video yoki ovozli yozuvga olishga haqlisiz. Bu sizning isbotingiz bo'ladi. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning mulk huquqi konstitutsiya bilan himoyalangan. 6-maslahat. Huquqshunos yordamidan foydalaning. Agar vaziyat murakkablashsa, malakali yurist bilan maslahatlashing. Ko'pgina viloyatlarda bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi markazlar ham mavjud. Aziz yurtdoshlar, ayniqsa aziz otaxonlar va onaxonlar, biz birgalikda bu adolatsizlikka qarshi kurashishimiz shart. Sizning sukutingiz, qo'rquvingiz, tushkunligingiz faqatgina bunday noqonuniy ishlarni qilayotganlarga qo'l keladi. Bizning davlatimiz qonun ustuvorligi tamoyillari asosida qurilgan. Qonun hamma uchun barobar bo'lishi shart. Ayniqsa eng zaif qatlam, keksa avlod himoyasida bo'lishi kerak. Bizning pensiya yoshidagi insonlarimiz davlatning tayanchi bo'lishgan. Endi esa davlat ularning tayanchi bo'lishi kerak. Esingizdami, videoning boshida nima degandim? Ertaga sizning uyingizga sud ijrochilari kelishi mumkin degandim. Ular kelib, sizning uyingizdagi narsalarni, ehtimol, yagona televizoringizni yoki boshqa mulkingizni xatlab ketishga urinishlari mumkin. Xo'sh, aziz vatandoshlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, siz bunga yo'l qo'yasizmi? Siz o'zingizning qonuniy haqqingizni himoya qilasizmi? Bu adolatsizlikka ko'z yumib ketaverasizmi yoki o'z haqqingiz uchun kurashasizmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Sizning har biringizning ovozi bu masalada hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Birgalikda biz kuchimiz. Sizning huquqlaringizni himoya qilishga intilgan holda, advokat, o'z ismingizni qo'ying, masalan, Alisher Nazarov sizlar bilan birga.